Assalomu alaykum. Bizda hozir Ruchkada Qur'on faqat hozirda shundan qoldi. Turkiyaniki. Mana bu qalami. Bu ichida o'zbekchalari ko'p. Hop, mana yozib qo'yibdi. Bu yoqda mana qorilar, to'g'ri qorilar bor. Bu yoqda tarjimalari bor. Mana bu qori aka, Abdulbosit qori aka o'zimizda O'zbekistonlik qori aka bo'ladilar, andijonlik bo'ladilar. Abdulbosit Qari Kamilov. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت Afasi hamma qorilar bor. Sori, Ajmi, Afasi, masalan, Afasini qo'yamiz. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت. Yana keyin qo'shimcha kitoblari bor alohida. Mana bu Muallim soniysi. Keyin mana bu Tarix Muhammadiy bor. O'zbekchada o'qib beriladi. Mana ruchkani o'zi. Buni o'qish uchun mana bu ruchkani tekkiziladi. Alemdeki tatlı nameler. Noldan boshlab Tarix Muhammadiyni mana. Birinchisi so'z boshi. Söz başı. Bilmek gerek ki her bir Müslüman bolasi. Xohi kishi, xohi xotin Keyin kishi, Tarix Muhammadiyning ikkinchi qismi Madina davri. Bu yerda ham ruchkani tekkiziladi-yu. Alemdeki tatlı nameler. Mana masalan Rasulullohning o'g'illari haqlarida. Payg'ambarimizning o'g'illari Ibrohimning vafoti. Shu 10-yili ro'za hayitining 29-sida payg'ambarimiz o'g'illari Ibrohim vafot etdi. Keyin Shayx hazratlarini o'sha anbiyolar qissasi fiqh boid darsliklari ham bor mana bu yerda. Anbiyolar qissasi bu yerda endi payg'ambarlar tarixi, Odam alayhissalom, Idris alayhissalom, Nuh alayhissalom haqlarida. Bu yoqda fiqh, savol javob bo'lgan Shayx hazratlari bilan masalan o'zi ruchkani tekkizamiz. Alemdeki tatlı nameler. Masalan Odam alayhissalom haqlarida masalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala Keyin khayri yana bitta bor. Bu Shayx hazratlarining o'sha hadis va hayotni yarmi berilgan. Hadis va hayot yarmi. Keyin bu yoq tomonida masalan hop aqoidlari bor, aqoid, keyin nasihatlari bor masalan. Qo'yamiz masalan sevgi haqida. 153. savol. Sevgi haqida. Mehribon va rahimli Alloh. Mana shundan biroz bizda. Assalomu alaykum.